Materiallar oddiy tayyorlash jarayonimi qat'iy ko'p vaqt olmaydigan birli yap qaldinglarmi ta'min unutmag'idek yeyishlik ham o'zgacha achchiq kalgush qo'rimliq cho'p qilish usulini ilib keldim. Kunda o'xshash tomoqlarni idiy berib nima etishni bilmay qolgan vaqtinglarda mani cho'qim etib bir sinab yaqinlar rost debdigan deysizlar ta'm tilinglarda qilmasman men qaynamsamimiz birlikda ginaylik. Ketarlik materiallarni ekranga tafsili yozib qo'ydim. Ko'rsatilgandek saralada to'g'ri olamiz. Go'shtning ta'mlik pishish uchun kavavichin, ahmosh, tuz, shunchu, cho'ng ustamning sap qunaqdan ayirib ishlangan qunaq rahmaldan muvaffaq berib yaxshi bir aralashtirib olamiz. Undan keyin go'shtni qo'rganda bir-biriga chaplashib qolmasligi uchun yana azroq suv may berib o'tgandan keyin buni yaxshi aralashtirib olib go'shtni tamlantirib olamiz. Keyingi bosqichda qo'rimni qo'rishib o'tib kelsak bo'ldi. Qozonga muvaffaq may qo'yib may qizigandan keyin go'shtni silib go'sht qizargach yaxshi aralashtirib qo'rib olamiz. Undan keyin zanjivil, bosh piyoz, lapizlarni bir vaqt silib mislik bir qichqicha 1-2 minut qo'rib olgandan keyin qo'rimning rangining texim chiroyli chiqish uchun cho'ng ustamning qizilmuch qiyamdan bir qo'shiq azroq lavcholarni bir vaqt silib yaxshi aralashtirib qizilmay chiqish qo'yamiz. Undan keyin suyni sal ko'proq qilib qaynoq suv quyib olamiz. Cho'qim qaynoq suv quyamiz. Ta'min tangshash uchun kavavichin, ahmosh, muvaffaq tuzlardan berib bir-ikki aralashtirib etib, tuvan o'tqa tangshab 6-7 minut qaynatib suyni pishirib olamiz. Oxirida qo'rimning suyining shirinlik chiqish uchun azroq kraxmal suv quyib etamiz. Undan boshqa ashko'ki, azroq kunjitlarni bir vaqt silib, ashko'ki yumshigicha bir-ikki aralashtirib etib, o'tni o'chirib, qo'rimni cho'pning ustiga saqlam tayyor bo'ldi. Bugun men texmi qulaylik bo'lsin deb mavu cho'piga Italiya cho'p ishlatdim. Agar sizlar buni yaxshi ko'rmasanglar, odatlik cho'p ishlatsanlar o'xshash bo'laverdi. Sizlar cho'qim sinab yiqinglar. Xayr xo'sh.